Assalomu alaykum barchaga. Xudo xolasa mana yana yangi bir obyektimizni quyib tugatib oldik. Tomga penalonmos quyish jarayoni. Hozirgi manzilimiz Farg'onada. Bu ko'rib turgan taraflarning loy suvoq ustidan quydik. 10 sm qilib. Bu past taraflar hammasi loy suvoq usti. Bu peshomonlarimiz vassalida ustiga quydik. Ko'rib turganlaringiz xudo xolasa yaxshi holatda chiqyapti. Qachishlari, qattiqligi. Bu taraflarimiz ham bo'ldi. Ozmashcha joyimiz qolgan. Ko'rib turganlaringiz shunday materialni solamiz. Vassalida ustiga shuni ustidan quyaveramiz. Bir boshdan yamab olganimizdan keyin ustimizdan quyib ketaveramiz. Bu taraflarimizga yana 10 sm qilib quydik. Anacha joyimiz qoldi mana. Bu mahsulotimiz tarkibida ko'rib turganlaringiz suv quyiladi. Gips tashlanadi, sement qo'shiladi. Bu apparatimizdan penasi chiqadi. Shularda aralashmasi quyilaveradi bir boshdan. Hozir bir quyib ham ko'rsatib beramiz. Boshida shunday holatda suyuq bo'ladi bu narsa. Xo'p, bu quygan narsamiz uzog'i 10 minut, 15 minutda qatiydi. Qurishiga hozirgi noyabr, dekabr havolarida 1 oy, 1,5 oyga cho'ziladi. Yozgi kunida shu 15 kun, 20 kunda qurib ketaveradi. Bu penalonmozimizning loy suvoqligining afzalliklari juda ko'p. Masalan, birinchi o'rinda vazni yengil bo'ladi, izolyatsiyani yaxshi ushlab beradi. Issiq sovuqda havoni umuman o'tkazmaydi. Loydaqa yorilib ketmaydi. Ko'rib turibsizlar, bu taraflar bemalol mana kecha quyib ketganmiz. Ustida yuribmiz. Balarimizcha qorong'irlik qilyapti, peshomonlar. Bu taraflarimizga ham 10 sm qilib quydik. Bir xilda. $300 kvadrat joyimiz bor edi. Loy suvoq usti, vassali usti bo'lib 3 kundan beri quyib tugatib oldik, xudo xolasa mana bugun. Tomga pena quydirmoqchi bo'lganlar shu ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatimiz vodiy bo'ylab. Xudo xolasa sifatli mustahkam qilib quyib beramiz. Rahmat, hammaga sog' bo'lasizlar.